Barchalaringga kirib kelayotgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hozir juda ko'pchilik qurilishni boshladi. Mana alhamdulillah bahor kelib kunlar isib, sizlar uchun teraklarning narxi optim joyiga kelganman. Bozordan ham arzon sotuvchilar bo'lsa, aloqaga chiqsa ham bo'ladi. Narxlar bilan tanishtiraman. Hormang aka. Salomat. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz aka, zo'r aka. Xo'p, narxlari bilan tanishtiring aka bu to'sinlar aka. 4,5 metrli yo'g'on to'sinlar. Bemalol 20 sm loy bosa bo'laveradigan. 155 ming so'mdan. 155 mingdan. 155 mingdan. 4,5 metrli sredniy to'sinlarimiz bor. Bular 110 ming so'mdan. Xo'p, bular 110 mingdan. 10 ming so'mdan. Xo'p, bularchi aka, bular qanaqa bular? Yonida. Bular 5 metrli baquvvat to'sinlar 160 ming so'mdan. 160 mingdan. Sredniylari 135 ming so'mdan qilib beramiz. 4 metrligichi? 4 metrli to'sinlarni mana baquvvati zo'ri bor, mana piltani o'rniga qo'ysa ham bo'laveradiganlari bor. Bularni 140 ming so'mdan qilib beramiz. 4 metrli sredniylarini 65 ming so'mdan qilib beramiz. 65 mingdan. Zo'r. Xo'p, qarang aka, respublika bo'yicha sotuvchilar bo'lsa-chi aka? Sotuvchilar bo'yicha kelishilgan narxlarda xudo xolasa qilib beramiz. Sezonda ham, besezonda ham qancha ob'em bo'lsa yetkazib bera olamiz. Dastlabki xizmat qanaqa aka? Dastlabki xizmat xudo xolasa bor, dastlabki xizmatlarimiz qilib beramiz. Dastlabki ham qilib berasizlar. Qilib beramiz. Xo'p, sizda bunaqa naval holati ham bor ekan, archilmagan holatda. Naval holatda mana shu ozgina ko'rinishi xudo xolasa nari bazamizda bor, ularni ko'rsatamiz. Mana 6 metrli strapilalarimiz bor. Bular 40 ming so'mdan. Bular 40 mingdan. Mana ular bor 65 ming so'mdan. Mana ulari bor 75 ming so'mdan. Xohlagan tanlovingizga qarab kelishilaveradi. Xo'p, bular qanaqa ko'k terakmi yoki kaliforniya? Bular hammasi O'zbekiston milliy teraydi. Mirza teraydi. Chachishib O'zbekiston terayi bo'lib qolgan shundan. Kaliforniya malifonlari yo'q ichida. Xarililarimiz mana har xil razmerda 16 ga 18, 20 ga 18, 22 ga 18 razmerda uzunliklari 4 metrdan tortib 7-8 metrgacha bo'ladi. Metrini 70 ming so'mdan qilib beramiz. 70. To'sinchi aka. 6 metrli to'sinliklarimiz mana. Xudo xolasa ulgurji olganlarga xudo xolasa 175 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 175 mingdan qilib beramiz. 175 mingdan 6 metrli to'sin. Zo'r. Akamizda ob'yom juda katta ekan. Butun respublikadan aloqaga chiqsin. Xudo xolasa ob'yom oladiganlar bo'lsa, ishlarni bitirib beramiz deyaptilar. Battan necha mashina yuki bor Muhammad Ali aka? 20 mashinadan ziyod. Bu отдельный bazamizda ichkaridagilar bilan 100 mashinacha yukimiz bor. Xudo xolasa bemalol qancha zaxira kerak bo'lsa qilib beramiz. Voy mashalloh. Bemalol akamiz nom bilan qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Sotuvchilar bo'lsa ham bemalol respublika bo'yicha kelaveringlar. Akamiz pulini arzon qilib, foydalanadigan qilib berar ekanlar. Aka, bularning narxi necha pul burusladik aka? Mana 7 ga 13 4 metrlilarning narxi 80 ming so'mdan. O'shani 4,5 metrlilar bor 105 ming so'mdan. 7 ga 15 lik 4,5 metrlilar bor. Mana 7 ga 15 lik. Bularni 120 ming so'mdan qilib beramiz. 7 ga 15 lik 4 metrlilarimiz 105 ming so'mdan qilib beramiz. 105 mingdan. Xo'p, strapilalarchi aka? Strapilalar 5 metrlilarimizni 62 mingdan, 4 metrlilarimizni 48 mingdan qilib beramiz. Qilib beramiz. Zo'r. Xo'p, murlatlilar ham bor ekan, ha? Murlatlilar bor. Murlatlilar 5 metrlilari 40 ming so'mdan, 4 metrlilari 35 ming so'mdan. Sasna ham bormi? Sasnalar ham bor. Vassan nechi pul aka? Vasalilar mana kvadrati 15 ming so'mdan qilib beramiz. 2 metrli lapet vasalilar mana. Xo'p, qarang, kvadratga ketadimi? Kvadrat bemalol o'ziga yetadi, xudo xolasa. Sasnalar nechi puldan aka? Sasna strapilari mana 11 ga 3,5 deyiladi, 32 ga 18 bo'ladi. 6 metrlilarini 87 mingdan qilib beramiz. 87 ming. Rekachi aka? Rekalar 4,5 ga 32 to'liq bo'ladi. Bularni 4,5 ga 3,5 deyiladi. Bular 6 metrlilarni 7 mingdan, 4 metrlilarini 6 mingdan qilib beramiz. Xo'p, bunisichi aka? Bu 14 li sasnalarimiz mana 32 ga 14. Bularni 112 mingdan qilib beramiz. Bular 112 ming so'mdan. 112 mingdan. Zo'r. Bu 4 metrlimi bu aka? 4 metrli 14 li. 4 metrli 14 li. 14 li mana strapilamiz. Bularni 68 ming so'mdan qilib beramiz. Bular 68 ming so'mdan. Mana 11 liklari bor, yangi keldi, endi terilyapti. 11 liklarini terak narxida qilib beramiz. 55 ming so'mdan. Bular 55 ming so'mdan. Xo'p, batda ham teraklar bor ekan, ha? Teraklar bor. Optim terak sasna bemalol aloqaga chiqib kelib, bu videoda shu qurilish qilgan barcha do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. To'liq lokatsiyasini tushuntiraman. Bu tomon Beshkapa tomondan kelganda bitta Mosoyodan qushxona bor, shuni ro'parasida joylashgan. Bu tomon Marg'ilon O'qchi tomondan kelishdi. Chap qo'lda keladi, ko'ryapsizlar mana batda bor.